Nedropolzovaniy uchun litsenziya olish ko'pchilikka hujjatdan boshlanadiganidek tuyuladi. Aslida esa hammasi to'g'ri geologik asosdan boshlanadi. Geologik asos yetarli bo'lmasa yoki hujjatlar paketi xato yigilsa, jarayon oylarlab cho'ziladi. Bu vaqt, byudjet va loyiha starti uchun qimmat xavf. Geotrust litsenziyalash jarayonini boshidan oxirigacha hamroh qiladi. Biz geologik asosni tayyorlaymiz va talab etiladigan hujjatlar paketini tizimli yigamiz. Kerak bo'lsa, qo'shimcha ravishda uchastka tanlash, geologorazvedka, zaxiralarni hisoblash va himoya qilish bo'yicha ham to'liq yechim beramiz. Shu sabab jarayon parcha-parcha emas, yagona mantiqda yuradi. Natijada siz keraksiz kechikishlar xavfini kamaytirasiz va litsenziyalashni ishonchli asos bilan boshlaysiz. Bu esa qarorni tezlashtirish va loyihani ishonch bilan ishga tushirishga yordam beradi. Geotrustga murojaat qiling. Biz Nedropolzovaniy litsenziyalashda to'liq sikl, kalit topshirish yondashuvini taklif qilamiz. Polniy sikl pod ключ, geologik syomkadan TIO va zaxiralarni himoya qilishgacha.